hayatning har sohalarida, savdo-sotiq, ish o'rinlari, kasbiy hayotda bo'lsin, pasatchilik yamarab ketyotidi. İnsanlar bir-biriga ishonch qila olmaydigan, xotirjam omonat qo'ya olmaydigan, hamkorlik o'rnata olmaydigan ig'ir fojialarga duch kelmoqda. İnsanlar orasidagi munosabatning asosi bo'lgan ishonch yemirilib, samimiyatsizlik, xiyonatkorlik avj olmoqda. Mayli, umumning ishlarida bo'lsin yoki shaxsiy ishlarda bo'lsin, ummatni halokatga giribtor qilguvchi salbiy ishlarning adab ketishi odamni tulumi o'yga solmoqda. Biz bu kasallar va illatlardan qutulamiz deydiganmiz, iqtisodi kuchlik, ilmiy saviyasi yuqori, sanoatlashgan bir jamiyat barpo qilamiz deydiganmiz, omonatdor, ishonchlik insonlarning sonini ko'paytirish bu g'oyaning tunji qadami bo'lishi kerak. İslam dinimiz itiqad, ibadat, muomalat va axloq qatorliqlarni o'z ichiga olgan umumiy gavdalashgan bir dindir. Amonat so'zi tilga elingan hamon kallamizga darhallam kechidigini moddiy taraflarli bo'lib, pul molni o'z egisiga qaytarib berishdan iborat nihoyat tar doirada tushunib olamiz. Amaliyotda bo'lsa, amonat intoyin keng bir atalg'u bo'lib, Alloh taolo qiyomat kuni bizdan savol so'roq qiladigan ishlarning hammasini ko'rsatadi. O'z navbatida yana amonat vazni intoyin ig'ir bo'lgan bir yuk bo'lib, osmon, zamin, tog'larmi bu yukning ig'irligidan va kattaligidan qo'rqib ko'tirishni rad qilgan bir farzdir. Alloh taolo bu haqda mundaq degan: "Inna aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula." Shubhisizki biz amonatni, ya'ni farzlarni va shariat taklifotlarini osmonlarga, zaminga va tog'larga tangladik. Ular onu üstüge almadı, onun eğirliğinden korktu. Onu insan üstüge aldı. İnsan hakikaten özüge zulüm kılgıçıdır. Hakikaten nadandır. Ayetten şu ma'lum buludu ki, amanet nokul tar ma'nini bildiradigan addi bir hukum bulmasın, belki insanga yüklengen barlık mesuliyet ve teklifatlarını öz içige aladı. Amanetning İslam ahlakıda tutulgan ornu intayin muhim. Çünkü amanet samimiy, boshqalarning haqqiga ko'z qirni solmaydigan, ishonchlik bir shaxs yetildirishning va hamkorlik ruhiga ega bir jamiyat barpo qilishning eng zarur asosi hisoblanadi. Agar shaxsda omonatdorlikdan iborat go'zal xislat bo'lmasa, kishilar aro munosabatda ishonch bo'lmaydi. Ishonch bo'lmasa, xotirjamlik bo'lmaydi. Xotirjamlik bo'lmagan jamiyatda iymon, ixlos, qarindoshlik ve başka dini qimmat qarashlardan söz etish asla mumkin emas. Şunu Peygamberimiz bir mübarek hadisida shundoq ko'rsatgan: "La imana liman la amanata lah ve la dina liman ahda lah." Amanet yok kişide iman yok. Ahdisiga vafo qilmagan kişide din yok. Hadisda bizga eng gavdalik ifodalangan mazmun bo'lsa, amonatga xiyonat qilgan kishining iymonining kamtik bo'ladiganligi, chunki amonat imanning eng muhim xislatlaridan biri bo'lib, amanatsiz bir kişinin imanı mükemmel bulmagan imandır. Elbette amanet fakat bizning dünya hayatımızda da ta'sirga ega bo'lib qalmasdan, balki oxiratda ham insonni nijotlikka erishtiradigan. Alloh taolo Qur'oni Karimda nijotlikka erishguchi mu'minlarning sifatlari ichida dal amonat sifatini tilga oladi. Vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ular yani müminler özleriga topshirilgan amonatlarga va bergan ahdilariga rioya qiluvchilardir. İnsonga ato qilingan barliq moddiy va ma'naviy ne'matlar va ilohiy sovg'atlar amaliyotda insonning qo'lidagi amonatdir. Moddiy boyliqlardan tortib ijtimoiy va siyosiy mansablarmi kishilarning qo'lidagi amonatdir. Ularni qo'g'dashga ko'ngil bo'lish, ularga o'z haqqini berish, mas'uliyatini ado qilish shu kishilarga farzdir. Avlodlar ota-onaga amonatdir, o'quvchilar ustozlarga amonatdir. Suv, tuproq, havo va Alloh taolo insonlarning dunyo hayotida ularga osonlik bo'lsin uchun yaratgan narsalarning hammasi amonatdir. Ularga sal qarash, haqlarini ado qilmaslik Alloh taolaning bergan sovg'atlarga xiyonat qilganlik bo'lib, gunohi kabirning qatoridan hisoblanadi. Masalan, bir mansabdor o'z mansabini bütün gücünü çıkarıp özüge topshirilgan vazifasini mukammal ado qilishga ishlatish lozim. Islom dini har bir kishining o'z xizmatiga bosh cho'kirib ko'ngil bo'lishni, xalqning o'ziga topshirilgan haq huquqlarini to'liq muvofiq ado qilishi uchun jafoga chidab kunni tungi ulab ishlashni omonatdorlik deb hisoblaydi. Buning aksicha vazifasiga sal qarab
mukammal ado qilishga tirishmaganda xalqning haq-huquqlari zoya bo'ladi va xalqga xiyonat qilganlik bo'ladi. Buning bilan gunohi kabir ishlagan hisoblanadi. Shundaqla namoz, roza, zakat, haj va boshqa ibodatlarmo ilahi takliflar bo'lib, ado qilish farz bo'lgan ilahi omonatlardir. Bu ilahi omonatlarni to'liq ado qilishga tirishmagan kishi yuqorqi oyatda tilga ilingan o'ziga zulm qilguvchi va nodon kishilardir. Omonatlar ishonchlik bo'lishining natijasida ijtimoiy munosabatlarda bir-birini e'tirof qilish, boshqalarning ishonchisiga erishish, ijtimoiy turmush, jamiyat a'zolari orasida hamkorlik va o'zaro ishonish, amin bo'lish qatorliqlar kelib chiqadi. Shundaqla omonatdarlik shaxslar o'rtasida do'stlik, mehr-muhabbat, ilm berim va yaqinlik rishtasini cho'nqurlashtirishdagi asosli omil hisoblanadi. Jamiyatda va oilada omonatdarlik ustunlikni egallaganda texmu xotirjam bir muhit barpo bo'lib, ruhiy va fikriy jihatdagi tinchlikning manbasi bo'ladi. Chunki xiyonatchilikning paydo bo'lishi kishilar orasida g'am, andisha va qo'rqinishning sababidir. Bu xil holat kishilarni boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarda qalaymaqonchilikqa, moddiy va ma'naviy omillarda, ijtimoiy o'rin va mansablarda yushurin xatarlarga duchor qiladi. Islom dinimiz musulmonlarni diniga, boshqalarning mollari, jonlari, qo'shnilariga, hatto ulardan panoh tilagan kofirlarga rostchil bo'lishga, xiyonat qilmaslikqa buyuruydi. Insonlar omonatdor bo'lganida bir-biriga ishonch qila oladigan bexatarlik va aminlik ustunlikni egallaydi. Boshqalarning haq-huquqlariga rioya qilinadi. Hamma odam muqimlik va xotirjamlik ichida yashaydi. Shundala bu ummatning gullanishi va taraqqiy qilishi shaxsiy va ijtimoiy jihatda kapolatga ega qilingan hisoblanadi. Oxirida Umar radhiyallohu anhuga kelin bo'lgan qizning qissasi bilan so'zimni oxirlashtiray. Umar radhiyallohu anhu bir kuni kechida atrofni kuzatish uchun ko'chaga chiqdi. Herib charchab qolgan Umar radhiyallohu anhu tamg'i yulinib aram elayotdi. Tuyuqsiz bir ayolning sutga suv aralashtirishni qiziga buyurganligini anglab qoladi. Qiz onasiga Xalifa Umarning bundaq qilishni to'sqanligini aytib, onasini eskartdi. Onasi, "Qizim, bu yerda Umar yo'q tursa, bizning sutga suv aralashtirganimizni na'dim bilsin?" deganda, qiz javoban, "Umar bo'lmagan bilan Rabbimiz bor. Umar radhiyallohu anhu ko'rmagan bilan Rabbimiz bizni har vaqt ko'rib turadi" deydi. Buni anglagan Umar qizning omonatdorligidan va diyonatidan xursand bo'ladi. Qizni o'ylanganmi, o'ylanmaganmi, birasiga bir bo'lganmi, bo'lmaganmi, bularni surishtirgandan keyin Umar radhiyallohu anhu o'g'li Osimga so'rab boradi. Bu ikkilan o'ylanib bir qiz tug'di. Bu qiz 5-xalifa Umar ibn Abdul Azizni tug'di. Mana bu qissadan barakatning omonatdor kishilarda qandoq tajalli bo'lganligini ko'ra olamiz. Alloh taolo har birimizni omonatdor, ishonchlik, amin kishilarning qatoridan qilsin.